Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun 8-noyabr 2025-yil. Biz Samarqand viloyati Narpay tumani Barkor mahalla xo'ralig'indamiz. Bu yerga gibridli quyosh stansiyamiz 100% to'liq ishga tushirildi. 11 kilovatli gibrid inverter, 5 kilovatli jilza fosfat litium akkumulyator 8000 sikl atrofida ishlab beradi. Garantiyalar 7-8 yilgacha, ishlash muddati 10 yil plus ishlab beradi deb kafolat beradi ishlab chiqaruvchilar tomonidan. Hozir tarmoq o'chgan, o'chirib qo'yibmiz. Davlat tokini uyimiz akkumulyatorda mana ishlayapti. Akkumulyatordan ham ko'rsatib o'taman. Litium akkumulyator 5 kilovatli. Mana hozir akkumulyatordan olyapti. 400 vattga yaqin. Mana akkumulyatorimiz. Akkumulyator hozircha 5 kilovat qo'yilgan. Kelajakda yana bu yillarga 5 kilovat yoniga bitta qo'shaman deyapti. Xonadon egasi. Mana hozir endi davlat tokini qo'shib ko'rsataman. Mana davlat toki yondi. Yana agar o'chirib ko'rsataman, uyda lekin hech qanday svet uzilishi bo'lgani yo'q. Sizga ham shunday barqaror va uzluksiz elektr energiyasi kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting.